Tinch aka, konto'ringlarcha aksiya qilsangiz bo'ladimi aka? Aksiya bo'lsa aksiyada mashinalarni aksiya e'lon qilamiz. Damaslarga aksiya e'lon qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum obunachilar, kuzatuvchilar. Aytib o'tganimdek, 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni avtokreditga boshlang'ich to'lovini aksiya qilamiz. Mashinamizni holatlari bilan, ichki holatlari bilan tanishtirib o'taman. Mashinamizda yumshoq balonlari bor, metallar qo'yilgan, chihol, rezina polliklari bo'lgan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imizni holati bilan tanishtirib o'tdim. Tan narxiga keladigan bo'lsak, tan narxi 85 million so'm. Boshlang'ich to'lov aytib o'tganimdek, aksiyada 12 million bilan hamma xarajat ichida chiqarib beramiz. Manzilimizni bilasizlar, Angor tumani, Kapital bank yoni. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun nomerlar qoldiramiz. Shoshilamiz. Boshlang'ich to'lov 12 million so'm.